Sizda ushbu smartfon bo'lsa, samolyotga chiqishingiz taqiqlanadi. Galaxy Note 7 smartfonlar tarixidagi eng shov-shuvli va o'zining kutilmagan taqdiriga ega model hisoblanadi. U o'z davrining eng zo'r smartfon bo'lishi kerak edi, ammo tarixda portlaydigan smartfon sifatida qoldi. U o'z davri texnologiyasining cho'qqisida edi. HDR10 ni qo'llab-quvvatlovchi super AMOLED displey, IP68 suv va changdan butunlay himoya. Sotuvlar boshlanishidan ko'p o'tmay, butun dunyo bo'ylab smartfonning o'z-o'zidan yonib ketishi va portlashi haqida xabarlar tarqala boshladi. Ma'lum bo'lishicha, akkumulyator dizaynidagi xatoliklar sababli musbat va manfiy elektrodlar bir-biriga tegib, qizishni yuzaga keltirgan. Samsung o'sha yili 2,5 milliondan ortiq qurilmani qaytarib olishga majbur bo'lgan va bu $5 milliard zarar keltirgan. Keyinchalik Samsung akkumulyatorlarni tekshirishning 8 bosqich tizimini yo'lga qo'ydi. Hozirgi smartfonlarning sifati mana shu xatoning achchiq sabog'i hisoblanadi.